Oddiy ekan, ha? Judayam. O'zi aslichi. Inoyatul aka, hayotimiz murakkab emas. Oddiy, lekin biz murakkablashtiramiz. Hamma narsa shunaqa, murakkab emas. Masalan, o'zimda bo'lgan voqeani aytay. Tanishimiz o'rtog'imiz bilan bir-birimizni o'rtamizda tushunmovchilik vujudga kelib qoldi. Arazlasam, men ham uzoqqa ketadiganman, u arazlab turibdi. Ha. Lekin oddiy narsa. Bir oz shunga bordimda, to'g'ri oradan 3-4 soat vaqt o'tdi tushunmovchilikdan keyin. Telefon qildimda, qayerdasan dedim. Qayerda bo'laman? Uydaman dedi. Qo'pol mamlakatda. Bu yerda chiq kechqurundan falon joyda, bitta joyda o'tirib ovqatlanamiz. Qornim to'q dedi. Bu yerda ikimiz choy ichib turarsan, men ovqat yeyman, sen tomosha qilasan dedi. Bu yerda mayli dedi, chiqdi. Bo'ldi. Olam Guliston. Olam Guliston. Yana hech narsa ko'rmaganda quchoqlashib ko'rishib davom etkazdik. Oddiy, uni murakkablashtirib, O'rtaga odam qo'yib, yo'q, eng dahshati borku, kimdir sizga sal bir tushunmovchilik holat bo'ladi-da, tushunmasdan sizni xafa qilib qo'ygan bo'ladi-ku. Bo'ldi, miyangizda shunaqa narsa aylanadi, anu insonni butun o'tmishdagi siz bilan tanishgan kundan bugungacha sizga qilgan yomonliklarning hammasini eslab chiqasiz. Yomonlik qilmagan bo'lsa ham qidirasiz. Uzr, kechirasan, yoki bo'lmasa chiq, mana yerga ovqatlanamiz.